lezzeti alır götürür seni. Men bilan to'y qilishni xohlamsiz? O'zingga shuncha ishnamsan? O'yinni chaynayapman. Ülker o'ynuyor. Unuga ishongan g'alaba qozonadi. Şahane güzellikin bilen hiç tengdişim yoktur. Sehirli gözlerin şekillerge şeydadır. Güzellikki telpinip her tarafki qaraysan. Şekiller sürme melhemleri bilen her köngülde bir oysan. Güzellikinge yandaşkan, şehla gözünge caylaşkan şekiller sürme melhemleri. İsillerge isil şekiller, güzellikki vekil şekiller. Hi guys. Hello. Maylik, çıkma. İnavet dökme. Hi. Can I help you? Kaçan geldin mi demde? Maxima. Maxima. Adaş her kıldım burayla bana. No Maxima. Yes Maxima. Her xil Maxima. Okay? All right. What? Yeah. Hele benim katıcıma he. Tütütüm hazır bulutunu. There you go. Zaten bekle. Thank you. Vay. Yanımız Maxima gitmeyecek mi? Zaptın tem yaxşı ekan deyman. Mana tem yaxshi deyman. Mana yaxshi ekan. Qaysini tem yaxshi ekan? Mana? Nima tetpaqay degan? Malayziya Maxima zap energiya ichimligi. Hey, Agina, bu ilişkimiz tenkirgende kılıvedik. Qarsam günden günge çuğulup veyranda bop ketip barsan. Sana nima det yetdi? Egan bo'lmamdo, qarq kelmas shipasini ishlatganni ozda meni tishiga bo'lshiq surkab bo'lgan turqunmi shu? Hey, sadece iping ham sog'lom turibsan ha? Ha, meni iyan Sardar chipasini ishlatdi. Sho'ng men bichirim turyapman. Tishlarini demayli qo'yay, polatdek mist ekan degin ha? Ha, aslida mundoq kanda. Shunda Sardar chichotkisi mendek bichirim. Chipasi andan isi. Hey, igen geldi. Sana omad tilayman. Xo'sh, Sardar. Bu aildeki tuncu itim Ülker bebeğiyken bu vak hazır 15 yaşta geldi. Hazır bu öyünün hem yerde Ülker mahsulatları var. Bu ailede her bir kutluk seher Ülker bilen başlamadı. Bu aildeki çoğun küçük hemmisi Ülker yiyişini yaxşı gördü. Balalar herkes dadısının Ülker ilk gelişini takazzalık bilen kütüdü. Dadısını sırt uzatkanda yanla Ülker deydi. Meşhur namı bilen, isil temi bilen, jılladur siz bilen Ülker. Metro. Indirgeydigan kilowatt emas demaydi. Ülker metro. Indirgeydigan kilowatt emas demaydi. Ülker metro. Havo rayonining o'zgarishiga egishib putqo'lingiz seqrab oqrimdi. Belingiz qaytib qolamdi. Putqo'lingiz muzlab mag'dur sizlanamdi. Bu mahsulot mush xil kasallik alomati bor kishilarning ishiltib beqishiga mos keladi. Bu mahsulotni davomli iste'mol qilib bersangiz, revmatizm, so'ngak o'sib qolish, umurtqa oraliq taqsisi poltiyib qolish, nervi atrofi yallig'i, qatma xarakterli umurtqa yallig'i keltirib chiqargan bel muskul og'rig'i, putqo'l uyushish, harakat qo'llashmaslik qatorliq og'riq azoblaridan xalos bo'lasiz. Xinjiang Sadoqat Biofan texnika taraqqiyot cheklik shirkati. Chash supini tanlashda bahoningiz bormi? Birisi yetmaydi. Men sizga 7 ni deb beray. Chash quvvatlash, ziyoda sezgurlik, qichish, chash tushish, kipak yo'qotish, namlik saqlash, siliq farqiraq qilish qatorliq 7 maqsadni jam qilgan tavarruk 7 xil unumli chash supini. Chashni quvvatlab, ziyoda sezgurlik va qichishni yo'qotib, chash to'kilish va kipak bo'lishning oldini oladi. Namlik saqlab, chechingizni siliq va farqiraq qiladi. 7 masalaga bir chora. Tavarruk 7 xil unumli chash supini. Qap 7 yil jo'g'ini. Adilka 7 yil yo'qolib ketsangiz uydagilar ansirab qolmasin. Uydagilar mening davomli 7 yilda yuydig'inimni bildi. Ansiramaydi. Bu sopilni chash yuysa 7 yilgacha chash yuvsa bo'ladi ekanda. Bu sopilni ishlatsa 7 yilgacha kepak olmaydi o'xshamamda. Bu sopilda bir narsa 7 yil yetadigan chiqaba. Men bir umr chaqchaq bilan o'tgan, lekin bundaq mahsulotga chaqchaq qilib bakmagan. Bu Alqumarning 7 yillik chash supini ishlab chiqarishga tajribasi ham tirishchilikning mas'uli. Buningda rostchilik var, chin samimiyat var. Alqumar 7 yil chash supini. İsin kostüm için şundan yakışırak gerek. Del shoe. The Italian style. That is what... Yine onun dediğini boş ver. Ben yapacağım. Qaranglar, birlashtirsak texmi go'zal emas. Yaxshi loyihalar moslashtirilsa, ko'rkam nusxalar borliq keladi. Qo'ligul ustalarning hamkorligida mukammal asarlar ro'yobga chiqadi. Esilroq Turkiya va Italiya o'zgacha kostyum nusxalarining mujassimi, mo'tabar kostyumlari salobatingizga salobat qo'shadi. Hacı Baba lokumları bazağı serilgan 3 yıldan bu yan halkımızın yaqtirışıga erişip geldi. Hacı Baba lokumları hakikaten yaxşıken. Hacı Baba lokumları inçkilik bilen işlep çıkargan mahsulatı bulup ta'mi tilingizda, huzuri dilingizda qoladi. Hacı Baba lokumları. Bu degan asra to'g'il go'sht pachiqi yeb baqqanmi? Go'shti tamlik
quvvatlik asra to'xusi, yemek sap ozuqluq sahra to'xusi. Ham beridi tillaga tangi kuch quvvat, kelur shunga har kimning uni yegisi. Avamning kundalik iste'molida kam bo'lmay kelayotgan asra to'xularining Yemikidan tortib bo'g'izlanishi va tozalab tasdiqiningizga kelguchi bo'lgan har bir halqisiga pokizlik, mas'uliyat, samimiyat singan. Esil ne'mat asra to'xulari. Adilka, maçaşlar sizdimi ya? Mo'minjonning Adilka mening chechim beshim tumamdi. chichim beshim bo'lgan bilan xumaring bu yerda emasmi? Xumor? Yaxshi narsani bilyapsiz-da Adilka. Al-Xumar 3 xil unum chasopini chichingni quvvatlab, paqroq tol-tol qilib ekan, tez o'stirgan. Buni ustiga sen maqtaversan, ishonmasak bo'lamdi afkam. Al-Xumor o'z diyorimizda rostchillik bilan ishlanganligi uchun maqtovchiligi bor-da. To'g'ri deysan, ishlatmasang bilmaydi ekansan, ishlatib qo'yding, arlamaydi ekansan. Bu yildan boshlab zaytun may qo'shilib iqtidori texnik mashhurldi. To'g'ri. Hacı Baba lokumları bazarga selingan 3 yıldan buyon xalqimizning yoqtirishiga erishib keldik. Hacı Baba lokumlari haqiqatan yaxshi ekan. Hacı Baba lokumları inchkilik bilan ishlab chiqargan mahsuloti bo'lib, ta'mi tilingizda, huzuri dilingizda qoladi. Hacı Baba lokumları. Hanım kızlarımız her günü güzellikle intildi. Kaş kirpiklerimiz güzellikimiz mazakitimizden namayandisi. Fransiya Lyon şirketi ilgari güzelleştiriş teknikisi bilen aktif biyolojik metanni asası hameşa kılıp yasap çıkan perila kaş kirpik östürüş suyuqlığı güzellikimizden hakiki hemrası. Kaş kirpik östürüş yıldızını çıngtiş, kaytadan östürüş önüme yakşı. Aks tasiri yok. Çektiriyotgan kaşlarımı östürdü. Tabii güzellik mahsulati perila kaş kirpik östürüş suyuqlığı. Şinjan Paklan Müslümançı Yemeklik Çeklik Şirketi 50 milyondan artıq məbləğ selib Müslümançı toxu göçü işləp çıxış karxanası qurub çıxan. Karxananın köləmləşkən baxmışlıq fermisindən 10'u var. Toxular havası bulğanmağan rayonlarda alaylı bekiladi. Yılғы 10 milyondan artıq toxu bazarga selinadi. Toxularning bo'g'izlanishi Müslümançı qaydaga tutun uyğun bo'lib, o'rab parçalash texnikasi o'lchamga yetgan. Müslümança toxu göçü işləp çıxırış bizning burcimiz. Haqni o'lcham qiladi. Gül hüsnün nurlandı tapqandı çare. İşençim urğudu sen bilen billa. Güzellik cilveler aydek çehrimde. Çünkü bu xanlarım men bilen billa. Xanlarım sırlık retsep köp ünümlük suyuq yüz sopini. Yüz terinizdeki gereksiz maddalan tazlap süzüldürüdü. Terinizning erken nefeslenişiga yordam berip terinizni asraydı. Sizni hayati kuchga to'lgan sağlam teriga ega qiladiğini yanıla xanlarım. Xanlarım sırlık retsep köp ünümlük suyuq yüz sopini. Farzand bizi ata-onaning barligi. Jinim balam, mening yurak param. Amratlığım kelgan siri dunyodagi eng esil narsalarni izlab tepdagim keladi. Shu topda xuddi siz uchun alayda ishlangandeklar. Quvvat ham shirin hamning mujassimi bo'lgan Sabila oltin bovoq alayda rizqli bovoqlar suchavirini siz uchun tayyor qildim. Ishchim qozam, xotirjam ishchim. Sabila farzandlarimizning sog'lom aqlli vafodor o'sib yetish uchun. Sabila oltin bovoq suchaviri. Haydun markalık yağmışның təmi qandaqraq ekan? Bək yaxşı ekan. Haydun markalık yağmış haqiqatan yaxşı. Hacı Baba lokumları bazarga selingan 3 yıldan buyon xalqimizning yoqtirishiga erishib keldik. Hacı Baba lokumlari haqiqatan yaxshi ekan. Hacı Baba lokumları inchkilik bilan ishlab chiqargan mahsuloti bo'lib, ta'mi tilingizda, huzuri dilingizda qoladi. Hacı Baba lokumları. Adilka, maçaşlar sizdimi ya? Mo'minjonning Adilka mening chechim beshim tumamdi. chichim beshim bo'lgan bilan xumaring bu yerda emasmi? Xumor? Yaxshi narsani bilyapsiz-da Adilka. Al-Xumar 3 xil unum chasopini chichingni quvvatlab, paqroq tol-tol qilib ekan, tez o'stirgan. Buni ustiga sen maqtaversan, ishonmasak bo'lamdi afkam. Al-Xumor o'z diyorimizda rostchillik bilan ishlanganligi uchun maqtovchiligi bor-da. To'g'ri deysan, ishlatmasang bilmaydi ekansan, ishlatib qo'yding, arlamaydi ekansan. Bu yildan boshlab zaytun may qo'shilib iqtidori texnik mashhurldi. To'g'ri. Chopar tayyorlik qil. Bugun kechda komandirovkaga chiqaman. Xo'jayin, men gemroy bo'lib qopdimi? Uzoq yo'lga mashina haydashga chidamayman. Shunga Sirma, sen texe Chindil gemroy kapsulini bilmaydi ekansan-da, ha? Chindil gemroy kapsuli? Chindil shirkatining yana bir esil mahsuloti Chindil gemroy kapsuli. Rahmat xo'jayin, rahmat. Arzimaydi. Chindil mahsulotlarini obdan bilib ol. Chindil gemroy kapsuli.
yakan abide soda suyu qandaq işlendi? Bu sexta içimlik suyu yuqori saflıqda a'lolashtirildi. Bu sexta abide soda suyu potilkisi yasaldı. Andın isil materiallardan ilgar maşinlarda xas resepti tayyorlangan abide soda suyu pakiz muhitda zamonaviy oq liniyada potilkalar qachilinadi. Şinjangda emas mamlakat bo'yicha oldingi qatordagi ishlab chiqarish liniyasi. Benafshunur mikrobsizlantirish sistemasi. Tuzsuzlikni besib tamoq singdirdigan, qandagi mayni siriydigan abide soda suyu tayyor bo'ldi. Yuqori sifat, isil tam abide soda suyu. Programmamizni Şinjan Mötüver Xalqaro Savdo Chekish şirkati alohida qo'llagan. Yangi davr Uyg'ur kiyim-kechak munbirda birdinli parlab, hammaning diqqatini tortgan, tikimchilik sohasidagi nafis hunar san'atni qaytadan namoyon qilgan Ekson kiyimlari jafoliq izlanishning mahsulidir. Zamonaviylikka ega eng yangi loyiha, an'anaviylikning yorqin iznasi bo'lgan Ekson kiyimlari bilan shirkatning o'ziga xos tijorat andezisini yaratish uchun shirkat mas'ullari Eksonga xos bo'lgan muqim baho, maxsus do'kon va maxsus boshqarish tuzilmasini yo'l qo'ydi. Ekson kiyimchilik yana Turkiyadagi dog'liq kiyim-kechak korxonalari bilan hamkorlashib, Ekson kiyimlarini Turkiyada ishlab chiqarib, xalqimizning turkiy kiyim-kechaklariga bo'lgan ehtiyojini qondiryotidi. Ekson kiyimchiligi har bir xaridorni to'liq rozi qilishda qimmatli tijorat stil bilan bozorga yuzlanib, hammaga qulaylik bo'lgan zanjirsimon setish strategiyasini yo'l qo'ydi. Ekson kiyimchiligining bundan keyingi manzili xalqimizning iste'mol talabini, kiyinish va obraz jihatdagi estetik orzularini davomli ko'zda tutgan holda tinimsiz taraqqiy qilish va hayotiy kuchini namoyon qilish. Ekson kiyimlari. Mayin shamol ifronadan go'zallik ilib keldi. Qor laylisi va marvoyitdan ishlangan ifrona masht yuz chaplig'i gulbargidek husnimni shabnam bo'lib yashartdi. Güzellik sende. Rana. 8. növbetlik bar bayramlık mal setibili yarmankisi 2015 yılı 1. ayının 31. günüden 2. ayının 15. günügacha Şinjan Xalqaro yarmanka zalida o'tkazildi. Bar bayrami tijorat fursati yo'q. Iste'molchilarning mal setibili qizig'ligi kuchli. Iste'mol oltin mezgildagi katta yarmanka. Yarmankaga kiyim-kechak, yemak-ichmak, import mahsulotlar, oilaliktir uskunalari va har xil tosh-teshiz bo'zinat buyumlar qatnashtiriladi. Korxonamizning mahsulotingizning bozorini ichish, ko'ngilliroq vakolatchi chaqiray taraqqiy qilay desangiz, mazkur yarmankaga qatnashish oqilani tanlashdir. Bu korxonalarning mahsulotini tanishtirishdagi katta fursat. Ishonch va suhbat fursat g'animat. Ba'zi kechalar uxlayolmasangiz, ertasi chiroyingiz qardab qoladi. Ba'zida qattiq g'azablangan kishining biqinini tutib turib qolganligini ko'rasiz. Bu ahvollar dal jigarning normal xizmat qilolmaganligini tushuntiradi. Jigar bo'lsa, badandagi eng muhim zahar tozalash organi. Shunga jigarni asrang. Xalqimizga haqiqiy sog'lomlik taqdim qilayotgan tövbkor korxona Loqman Hakim shirkati bizga yana Loqman Hakim jigar sog'lomlashtirish go'hrini taqdim etdi. Sog'lomlikka ko'ngil bo'ling. Vaqtida uxlang, sharobdan yiroq turing. Loqman Hakim jigar sog'lomlashtirish go'hri. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi hurmatli ota-onalar, suyimli qarindoshlar, naq maydondagi suyimli saboqdoshlar, qari ko'zlar hammanglarga Munira G'ibirdan o'tliq salom. Istiqbol sahnasi programmasi bizning keng yoshlarimizning yaqin do'sti, keng ota-onalarning jamiyatni tushunish, studentlarni tushunish, korxonalarni tushunishdagi yaxshi maydoni deb o'ylayman. Biz bugun Şinjan Uyghur Abnum Rayonluq Adam Kuchi Baylık ve İçtimai Kapalat Nazarati Şinjan Uyghur Abnum Rayonluq Ammaviy İşqi O'rinlashtirish Mülazimət İdarəsi və Şinjan televiziyasidan hamkorlashib birlikda boshqarib atgan istiqbol sahnasi programmasini mening ana maktabim Şinjan Pedagogik Universitetiga kelib suratga oldik. Rahmat. Aldı bilan bizning mana shundaq yaxshi maydon va qizg'in saboqdoshlar bilan shundaqla bizning programma satnishgan mahirlar bilan ta'min etgan Şinjan Pedagogik Universitetiga chin ko'nglimdan minnatdorlik bildiraman. Rahmat. Şinjan Pedagogik Universiteti Abnum Rayonimiz nuqta qurib atgan universitetlarning biri. Bo'lib Abnum Rayonimizning asosiy ma'rifat sohasidagi zarur bo'lgan ixtisosliklar, ya'ni o'quvchilar qo'shinini ta'minlab berib atgan, tarbiyalab yetishtirib berib atgan ixtisosliklar biri deyishga bo'ladi. Mayli Şinjan Pedagogik Universiteti maktab ko'lami jihatdan bo'lsin, kasblarning qurilmasi jihatdan bo'lsin, mayli magistr aspirantlar, doktor aspirantlarni tarbiyalash nuqtalarining ko'pligi jihatdan bo'lsin, mayli o'qituvchilar qo'shinining sarxilligi va jamiyatga ko'plab ixtisosli xodimlarni yetishtirib berib atganligi jihatdan bo'lsin, mayli tadqiqot qo'shinining kuchlikligi bilan bo'lsin, Abnum rayonimizga oldin qatordagi kuchli universal universitetlarning biri deyishga bo'ladi.
Bu məktəb dəstəp çağdakı hazırqımış bir məktəb rayonidan hazır çoğ köləmdəki 3 çoğ məktəb rayoniga ega bo'lgan universitetga aylandi. Bulubmu yaqında məşə Ürümçi şəhərinin Bulaqdaq rayoniga yenidən joylashgan, yenidən qurilgan 2450 mo köləmdəki 63 bina 10 kvadrat metr köləmli qurilishi bor bo'lgan. Nəhayətdə hayvətlik yeni məktəb rayoni. Bu məktəbnin, yəni ana məktəbim Şinjan Pedagog Universitetinin bunundan keyingi taraqqiyotidagi ul asla qurilishining yaxshilashida yana bir yeni qadamni bosdi deyishga bo'ladi. Shuningdek, Şinjan Pedagog Universitetinin bunundan keyin mayli o'qituvchilar qo'shinini kuchaytirish, mayli maktab qurilishini texim yaxshilash, bunundan keyingi taraqqiyoti uchun texim yaxshi qadamlarni bosishiga va ishlarining texim yaxshi avtonom rayon taraqqiyotiga texim ul asos bo'lib kelishiga chin qalbimdan tilakdoshlik bildiraman. Har qaysilar sevimli ustozlar ham savoldoshlar. Voy. Yana Maksimaga ketmayapsizmi? Sapning tam yaxshi ekan deyman. Ma'no tam yaxshi deyman. Ma'no yaxshi ekan. Qaysini tam yaxshi ekan? Ma'noning nima tetpaqaydiga? Malayziya Maksima zap energiya ichimligi. Hey, ag'ina, boyaga ishkimiz tankirganda qilib edik. Qarsam kundan kunga cho'g'ilib vayrona bo'lib ketib barsan. Sana nima det yetdi? Egan bo'lmamdi. Kar kelmas shipasini ishlatganni ozda meni tishiga bo'lshiq surkab bo'lgan turqum mushu. Hey, saja Al beni. Lezzeti alır götürür seni. Men bilan to'y qilishni xohlamsiz? O'zingga shuncha ishnamsan? O'yni chaynayapman. Ülker o'ynuyor. Uniga ishongan g'albi qozonadi. Şahane güzellikin bilen hiç tangdishim yoktur. Seherli gözlerin şekilagi. Hello. Mayliqi, sizlikmi? Inovat to'kma. Hi. Can I help you? Qachon kelding bu demda? Maksima. Maxima. Adash har xildan buringlar bunda. No Maksima. Yes Maksima. Har xil Maksima. Okay? All right. What? Yeah. Xeli bilib qoldi juma, ha? Titibdim men hozir bloklarni. There you go. Thank you. Şeydadır. Güzellikki talpinip her tarafga qaraysan. Shakila surma malhamlari bilan har ko'ngilda bir oysan. Güzellikingga yondashgan, shahlo ko'zimga joylashgan Shakila surma malhamlari. Isillarga isil Shakila, güzellikka vakil Shakila. Hi guys. ip yengam sağlam turibsizmi? Meni iyan Sardar chipasini ishlatdi. Shunga men bichirim turyapman. Tishlarini demayli qo'yay, polatdek mustak emdigina. Aslida mundoq kanda. Shunda Sardar chichotkisi mendek bichirim. Chipasi andan isi. Hey, igen geldi. Sana omad tilayman. Xo'sh. Sardar. Bu oiladagi tunji qitim Ülker baba yegan buvaq hozir 15 yoshga kirdi. Hozir bu uyning hamma yerda Ülker mahsulotlari bor. Bu oilada